Egilnishçe, işgaliyetçi Xitoy doiralari tarafidan Sharq Turkiston musulmonlarining harakatlarini texmi qattiq kontrol qilish uchun tuzilgan yangi bir belgilama 2 ayning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yiladi ekan. Atalmış Uyg'ur Avtonom rayonining diniy ishlar nizomi 2023-yilning oxirida Mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komiteti tarafidan ma'qullangan. Hujjatga asoslanganda masjid silish, haj qilish va diniy ta'lim-tarbiya hozir faqat yerlik hukumatlarning ruxsati bilan mumkin bo'lar ekan. Halbuki Xitoy bularni yillardan buyon cheklagan bo'lib, bu belgilama yana yanfon va kompyuterlarda diniy hujjatlarni saqlashni cheklagan. Mutaxassislarning qarashicha, Beijing yangi belgilamalar bilan Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini qonunlashtirishni planlagan. Zimiston to'ri bu haqda mundaq deb yozdi. Beijing bu qonun siyosati va jinoiy ishlar siyosati nomida masjidlarning cheqilishini qonunlashtirmoqchi bo'lyapti. 23-yanvar kuni Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabida Xitoyning kishilik huquq xotirasini universal tekshirish bo'yicha 45-navbatlik qarorlik yig'ini o'tkazilishga boshlandi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining tashkillashi bilan zo'r ko'lamlik namoyish elib berildi. Namoyishga kishilik huquq tashkilotlari, Tibet tashkilotlari va Yevropada yashayotgan Uyg'urlar bo'lib, ko'p sondagi kishi qatnashdi. Ular xalqaro jamiyatni Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi amaliy harakat qilishga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashida Xitoydagi inson haqlari dafsandichiligi kun tartibiga keltirilgan bo'lib, ko'plagan g'arb davlatlari Xitoyni ayblab, Uyg'urlarni qo'g'dashga chaqirdi. Egilnishcha Xitoyning kishilik huquq xotirasini ayblagan davlatlar ilgirki 18 davlatdan 31 davlatga ko'paygan bo'lib, Amerika, Angliya, Kanada va Yaponiya qatorliq davlatlar Xitoyni ayblagan. Turkiya vakilimi bu qitimqi yig'inda Sharq Turkistondagi yerlik xalqlarning ahvolidan andish qilganligini bildirdi. Turkiston, ya'ni Uyg'uristonning Oltoy viloyatida qattiq qor yoqqan bo'lib, Xitoy axborot vositalari qattiq qordan keyin Qaba noyisida qor ko'chish voqeasi yuz berib, qisman sayohatchilarning qapsilib qolganligi, ofatdan qutqizish uchun 10 million yuan ajratib yo'lni ravonlashtirganligini, ofatda o'lim yetim ahvoli ko'rilmaganligini xabar qilgan edi. Ammo 16-yanvar xalqarodagi donglik axborot organlaridan Reuters agentligi bilan birlashma agentligi bu vaqt xabar ishlab, haftadan buyon 50 kilometrdan ortiq musofaning 7 metrlik qor bilan ko'milganligini, ofat og'ir bo'lganlikdan Xitoy hukumatining aloqador tarmoqlarining ko'milib qolgan yo'llarni ochishga amal qilamaganligini, bir qism sayohatchilarning tikuchar orqali qutqizib olinganligini, navbatda qanasida qapsilib qolgan sayohatchilarning soni 1000dan oshqashqa, ularning hammasini tikuchar bilan yutkash imkoniyatining yo'q ekanligini xabar qilgan. Xitoy xabar to'ri 21-yanvardagi xabarda qor ko'chish voqeasining bir qism tafsilotlarini oshkorlagan bo'lib, 3 xodimning qor tozalash jarayonida o'lganligini bildirgan. Xitoyga qattiq qo'l pozitsiyasi bilan tonilgan Angliyaning sobiq vaziri Liz Trussning bultur Xitoyga mina tozalash uskunalarini setib berish haqida Angliya hukumatiga lobbichilik qilganligi oshkorlandi. Bu haqda Amerikaning siyosatchi to'ri e'lon qilgan hujjatlarda ko'rsatilishicha, Liz Truss bultur 8-oyda Angliya savdo ishlari vaziri Kemi Biyendunqa shaxsiy maktub yozib, Xitoyga davlat mudofaa aslahalarini setishni tezlatishni talab qilgan. U maktubda Xitoyga harbiy uskunlarni setish cheklamasining balkim Angliya shirkatlariga millionlagan dollar ziyon soladiganligini, hatto bu sohadagilarning qarashicha, agar Angliya hukumati eksport qilishga ijozat bermasa, Xitoyning Angliyaning harbiy aslaha texnikasini taqlid qilishi va bu aslahalarni Xitoyning o'zi ishlab chiqarishi mumkinligini tilga olgan. Xitoyning Jiangsu rayonidagi bir yer osti do'konida o't ofati yuz bergan bo'lib, egilnishcha o't ofatida 39 odam o'lgan. Do'konda yana qapsilib qolganlar bor ekan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, o't bugun tushdan keyin Yushi rayonining Tiakungnan ko'chasidagi bir do'konda yuz bergan. O't ofatida yaralanganlarning doktorxonaga elib berilganligi xabar qilingan bo'lsa-mu, doiralar bayonotda
yaralanganlarning soni to'g'risida hech qanday uchur bermagan.